Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, navbatdagi zakazlarimiz ham tayyor bo'ldi. O'sha mo'qri rangdagi eshiklarimiz. Bu safar faqat eshik tayyorladik. Derazalar yo'q. Bir qanotli eshiklarimiz. Xo'p, bu eshiklarimiz o'zimizni Andijonda Navro'z Mo'lda to'g'risidagi yangi tushgan 12 etajli domlarga Bahrom akamizning domiga tayyorlab berdik. Xo'p, rangini o'sha hozir zamonaviy shu mo'qri rang moda bo'lyapti. Shu rangdan qilib berganmiz. Akfalar ham shu svetda bo'lgan ekan, bir xil qilib berdik. Xo'p, domlarkini bilasizlar, eshiklar razmeri standart bo'ladi. 90 ga 210, 205 standart bir xilda chiqadi. Bular ham xuddi shu razmerda 90 ga 210 lik. Bitta baynasidan kichikroq 70 ga 210 lik qilingan. Xo'p, uyga kirishiga xalaqit qilmaslik uchun zamoylarini, ochroqlarni ichkariga, o'ngga, chapga bittasini tashqariga qilib moslab tayyor qilib berganmiz. Zamoyimiz har doimdek Million brendidagi yaxshi zamoy, bilasizlar. Mana shunday qo'yamiz. Mo'qriga teng bo'yi qora zapchas chiroyli turadi. Domda, koridorda chiroyli turib, ko'zga tashlanib, yaxshi turishi uchun laklarni glansiy qilib laksib berganmiz. Gench firmaniki. Domda teng bo'yi koridor ichida glansiy lak juda chiroyli turadi. Yoltirab, zo'r turadi. Shuning uchun shunaqa laklar sepib tayyor qilib berdik. Kraskalarini ham tiniq holatda qilib, 2 slowdan bo'yab tayyor qilib berganmiz. Xo'p, shunaqa kelishilgan holda faqat hovliga emas, domlarga ham kelishilgan holda qilib beramiz. Faqat domlarga olib kirib tashib o'rnatib berish ustanovkamiz yo'q. Ularni alohida kelishiladi, faqat yasab beramiz xolos. Domda shunaqa bo'ladi. Xonadonlarga o'rnatish atashi sal bundan ko'ra osonroq. Domdagi ustanovka dastavkasi отдельно kelishiladi. Xo'p, endi o'sha narxiga keladigan bo'lsak, bu yerda 4 eshigimizning narxi, xo'p, 6 million so'mga tayyor qilib berganmiz. 3 eshik oshim-osha zamok ham yo'q bilan bitta eshik kichikroq bo'lgan. Shuning uchun shu narsa tayyor bo'ldi, lekin dastavka ustanovkasi alohida kelishiladi. Ustaxonamiz Andijon viloyati Buloqboshi tumanida. Nomerim 99 607 6900. Telegram, WhatsApp, email bor. Bemalol bog'lanib aloqa chiqa olasizlar. Kelishgan holda sizlar dominglarga ham, xudo xolasa, hovlilarga hammasiga qilib beramiz. Rangi, fasonining har xillari bor. Aloqa qilsanglar, xatolarni razmerlarga moslab tashlab beramiz. Rahmat, salomat bo'linglar.